Yuqarqılık senin davamı. Siz şunun ulunu da ganimiyeti men aldırap kaptım hem de keçirin. Men bu kanun layihine yani Franç Xeyal dedi ki Cumhuriyetçiler Partisi mensubu Arkansas Ştatı Avam Palata azası dedi Franç Xeyal mundaq gösterdi yoki mundaq deydi. Men bu kanun layihini oturup koyganda Cungo Kompartiyasiga şunu bildirip koymakçı boldum ki Tayvan xatarga yuzlanganda ularning mal dünyası, depi dünyası Cungo xalqi oldida oshkorlab qolmasdan ularning Cungo Kompartiyasi davlatidagi rahbarlik o'rniga ta'sir ko'rsatish. Uningdan boshqa yana Cungo Kompartiya rahbarlik qatlimi ve ularning oila tabobatlarini imborga qilishga duchor qilishdan iborat. Bu yerda Franç nima? Franç shundoq emasmi? Franç Xeyal Avam Palata a'zosi Cumhuriyetçiler Partisi mensubu o'tirib qo'ygan qonun loyiha 554 belgili qonun loyiha. Buningda mesela Amerika'da pul muamele organlarıdaki yoki Amerika pul muamele organlarının ulağa mülazimet kılgan kesipleri, mülazimet kesibi bo'yicha tekshirish. Cungolukning Amerikada yuqori amaldarlarning Amerikada zada qanchalik dollar ve qanchalik kapitali var. Cungo xalqining oldi oshkorlash. Biz şu derecege berip yetimiz, sen Tayvanga hücum kılamsa yok. Hatta bu siyasi büronun içinde Cungo'nun. Biz bu nemi deyimiz vatandaş? O zaman bir dep kilovatkan gepimizle ala şehrinin deyimiz yani. Yani bir haber. Mesela bu haberin mavzusu evvel okup, bunun küçük mavzusu doğrusu toxtalımız. Malem bolğadak bir iş. Amerika'nın yeni kanun layihasi Cungo Kompartiyasi siyasi büro azalara qartıldı. Şu yukarı mezmun, bu ikinci bir mezmun, ya ikinci bir mavzu şeklinde yani haber kılınıvatıdı. Bunun için de biz yukarıda etken mezmun üstü toxtalmay, başka bir mezmun üstü toxtalımız ötendir. Mavzulu haber 3. ayının 4. günü Erkin Asya Radyosu Xitay tili programımız e'lon qilindi. Biz bu haberning ichidagi Amerika davlat mudofaa amaldori Cungoni cheklashni kuchaytirish unum berdi dedi mavzusi ustida so'zlaymiz. Amerika davlat mudofaa Hind Tinch okeani ishlari yordamchi ministri Eli Reitner 3. ayının 2. günü hadisani tadqiqot o'rnida muhokama olib borganda mundaq ko'rsatdi. Cungo Azatlık Armiyası iktidarının küçüğüşüge ergişip tebekkelçi bulup kaldı. Bu armiye harbiy vasıtalardan faydalanmakçı buluvatıdı. Endi Tinch okean rayoniga ig'vogarchilik elib kelyapti. Amerika o'zining ittifoqdoshlari bilan hamkorlashib, Jungoning Tayvanga tajovuz qilishini cheklaydigan avrisham kuch tayyorladi. Men kelgusi 10 yil ichida Jungo Tayvanga hujum qila olmaydi deb qarayman. Deydi Eli Reitner. Davlat Mudofaa Ministerligi Tinch okean Osiyo ishlari bo'yicha yordamchi davlat mudofaa ministri. Chunki deydi Reitner, hujum qiladigan bo'lsa, Jungo Kompartiyasi Tayvanga hujum qiladigan bo'lsa, to'laydigan badal intayin zo'r bo'ladi. Reitner mundaq ko'rsatdi. Amerika hozir qilayotgan ish dal Jungoni hujum qilishdan cheklash ishidir. Tayvanga hujum qilishdan cheklash ishidir. Jungoga tahdid silab, Jungo rahbarlari har kuni uyg'onib, o'rnidan qo'pib, bugun vaqti emas deydigan holga keltirishdi. Amerikaning tahdid silishi, ya popozlik tahdid xarakterli popoza harbiy tahdid.
Selişi ve Reitler'in gepiçi hazır Amerika işiltivatkan besim Tayvan'a hücum kılışın çekleş Cungunun. Şuna bu çekleş jarayonida qanday qiladi deydi? Cungunun rahbarlari har kuni bir o'yg'inib, beshini silkib etib, "Hay, hozir vaqt emas" deyishga majbur bo'ladi deydi. Biz mundaq bağlaymiz. Yani növbette del şundak. Bizning Cunguni Tayvanga hücum qilishdan cheklashimiz haqiqiydir. Cheklash intayin zo'r kuch bilan cheklashdir. Balki atisdan boshlab kelgusigacha shundoq qilish, ya'ni cheklashni bor kuchimiz bilan kapolatga ega qilamiz. Biz bu ishni cho'qim qila olamiz. Siz Tayvan hücum qilamaz değil mi? Ben kaçandı bir vaqt vatandaşlar degandim, sizga apandi urush qilishga ruxsat yo'q. Bu meydanda sizga apandi jo'naqay urush qilishga ruxsat yo'q. Yana nima qilishga ruxsat yo'q. Bu xalqaro jamiyatning irodasi degan edim vatandosh. Nima dedi biz? Bu yerda Reitner deydiki, senin Tayvan hücum qilishingni cheklaymiz bugun, balki ertadan boshlab kelgusining palani kunigacha senin Tayvan hücum qilishingni cheklaymiz. Reitner Amerika ovozga mundaq dedi. Bu ish, ya'ni Jungoning Tayvan bo'g'izda urush qilishini cheklash oddiy ish emas. Navbatda bu ig'vogarchilik intayin zo'r. Jungoning iqtidori isab kelyapti. Ularning, ya'ni Jungoning qorin yetimi eshib kelyapti. Biz mushunchalik bilamiz. Lekin biz hozir qilayotgan ish Jungoning Tayvan hücum qilishini cheklashdir. Tajovuz qilishga to'laydigan badal balki kishilar qabul qilolmaydigan og'ir darajadagi badal to'lashdir. Reitner davlat mudofaasi har bir odamda hisobchi, har bir davlat mudofaa ministrligida ishlayotgandan keyin gap kaskin. Meki taki degan gap yo'q. Meki mushundaq. Biz cheklaymiz, sening Tayvanga hücum qilishingni cheklaymiz.